Turk ijodkorlarining Qizil g'unchalar seriali yaxshi ommalashdi. Noodatiy sevgi hikoyasi o'z tomoshabinlarini topdi. Tabiiyki, serial namoyishidan so'ng bosh rollarni ijro etgan aktyorlarga ham qiziqish kuchaydi. Mina Demirtash ana shu Qizil g'unchalar seriali orqali tanilgan yosh turk aktrisasi. Aynan Zeynep roli unga tomoshabinlarga o'zining butun iste'dodi va serqirra ijodkor ekanligini ko'rsatishga imkon berdi. Mina Demirtash 2008-yil 20-fevralda Istanbulda tug'ildi. Turk seriallarining yosh yulduzi bolaligidan aktrisa bo'lishni orzu qilgan. Mehribon va jonkuyar, kirishimli qiz doim oson yangi do'st orttirar va hamma bilan til topisha olardi. Ammo uning o'zi deyarli hech qachon jurnalistlar bilan muloqot qilmaydi. Oilasi haqida gapirishni yoqtirmaydi. 2021-yilda Mina menejer Seher Beshyaprak bilan shartnoma imzoladi. U esa tez orada shogirdiga mos keladigan rolni topishga muvaffaq bo'ldi. Maktabni tamomlagandan so'ng Mina Istanbuldagi aktyorlik kurslarida o'qiy boshladi. Mina Demirtashning kinodagi debyuti 2021-yilda Akif filmidagi roli bo'ldi. Real voqealarga asoslangan tarixiy kartinada yosh aktrisaga ikkinchi darajali rol tegdi. Lekin prodyuserlar uning iste'dodini payqashlari uchun shuning o'zi ham yetarli bo'ldi. 2022-yilda Demirtash Qabohat filmida bosh rolni ijro etdi. Unda eskicha qarashlar ustunlik qiladigan qishloqqa buvisiga kelgan Zeynep haqida hikoya qilinadi. Yaqinda ta'lim olgan qiz diniy marosimlardan ham oldinda uni kutayotgan yangi hayotdan ham qo'rqadi. Zero ulg'ayish Zaynab uchun yangi olam va katta mas'uliyat demakdir. Aktrisaning ijrosi ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Turk tanqidchilari Minaning iste'dodi va jonbozligidan hayratda qolishdi. O'shandayoq uni oldinda ulkan kelajak kutayotgani haqida yoza boshlashdi. 2023-yil Mina Demirtash uchun juda omadli yil bo'ldi. Avvaliga u Turkiya-Belgiya filmi Beraberda rol o'ynadi. Ko'p o'tmay esa unga yangi turk seriali Qizil g'unchalarda bosh rolni berishdi. Loyihada qarashlari bir-biriga zid odamlarning taqdirlaridagi qarama-qarshilik haqida hikoya qilinadi. Mina Demirtash ekranda gavdalantirgan Zeynep turk seriallarining eng mashhur va eng ko'p muhokama qilinadigan qahramonlardan biriga aylandi. Aynan shu turk serialida u o'z salohiyatini to'laligicha namoyon eta oldi. Mina ham ancha mashhur bo'ldi. Mina Demirtash hali ancha yosh, turmushga chiqmagan. Qizil g'unchalar serialining premyerasidan so'ng yosh aktrisa suratga olish maydonchasidagi sherigi Mert Yezijo'g'li bilan ishqiy munosabatda deguvchi mishmishlar ham chiqdi. Biroq turk aktyorlari barcha taxminlarni rad etib, shunchaki hamkasb va do'st ekanliklarini aytishdi. Mina Demirtash faol ijod qiladi, o'qiydi. U bo'sh vaqtini oilasi va do'stlari bilan muloqot qilib, kitob o'qib va ochiq havoda sayr qilib o'tkazadi. U o'zining ijtimoiy tarmoqlarini faol yuritadi va ko'pincha muxlislarini yangi suratlari bilan xursand qiladi. Muxlislar Demirtashni hali ko'plab yorqin, ta'sirli va unutilmas rollar kutayotganiga ishonishadi, chunki u 19 yoshidayoq haqiqiy yulduzga aylana oldi. Ehtimol Qizil g'unchalar seriali ijodkorlari loyihaning yangi mavsumini suratga olishni ham o'ylab qolishar. Kim bilsin? Sizga Mina Demirtash ishtirokidagi Qizil g'unchalar seriali ma'qul keldimi? Zeynep obrazichi? Bu haqda albatta kommentlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang.